o'rmon bo'ylab tramvay. Men bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Bular mana o'zbek hamshirasi mana shu o'rmonlardan o'tib ishga borar ekanlar. Kechasi nima qilasiz? Ba'zi kechasi ishdan qaytasiz-ku. Asklepios Klinik. Bu tramvay nima? Während der Kecha Fahrt oxirgi bitte soat festhalten. 9:12 da to'xtaydi. Biz ish vaqtimiz 10 da boshlanadi. Kechasi, Biz boshqa yo'l bor, biz katta yo'l bor, o'shanda birlikda ketamiz. Shu yo'llardan o'tib, Xo'p, o'rmon o'rmonga o'xshagan yo'l bu ham mana. Bu bino turgan joy ko'rasiz. Ana shu yerda yo'l bor, katta yo'l bor. Mana so'rasiz. Xo'p, yo'llaringizda qanaqadir xavfli holat bo'ladimi? Kechasida masalan 10 da yo'lga chiqadigan bo'lsangiz. Mana o'rmon ichida yovvoyi cho'chqalar bor ekan. Mana yo'ldan chiqib qolgan ekan. Keyin tulkilar rassa bu. Voy, Rassa ham. Davom etyapti haligi. Вообще, mana shu o'rmon bo'ylab ishlayotgan hamshiralarimizga kattakon salom va jasoratingizga qoyil. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Lekin manzara ham zo'r ekanda shunga yarasha. Hozir shu yo'l bilan siz ishingizga ketyapsiz, to'g'rimi? Mana yo'ldan o'tamiz. Bu tomonda ko'l bor. Suvli joyda ketadi. Suvli joyda. Shu mana shu yo'ldan qaytamiz. Birga qaytamiz. Mashalloh. Mana qarang. O'rmon. Ishlagan bo'larmidinglar shunday yo'llar bilan? Xo'p, lekin arziydimi shunga yarasha ishingiz? Nima deysiz? Albatta. Chunki men bir narsadan xursandman. Bitta o'zbek hamkasbida o'zbeklar ko'pmiz. Bitta klinikada ishlaymiz hammamiz. Shunga xursandman. Mashalloh, zo'r.